dinimizni asos qoidalaridan biri barcha ishlarda isrofdan saqlanishlik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin dedi. Ya'ni yeylar, ichinglar, yeyveringlar, ichaveringlar, osh bo'lsin. Lekin isrofga o'tib ketmanglar, zero u Alloh subhanahu va taolo isrof qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Qancha narsalar shundoq keyin axlatga tashlanadi. Yana shu o'rinda arablarning ham to'yini ko'rdik, ko'rganmiz, arablarning nima qilayotganini ham. Biz arablarga ergashinglar deyotganimiz yo'q. Biz musulmonchiligimiz bo'lsin deyapmiz. Qolganlarni qo'yaveraylik. Biz o'zimiz isrofdan uzoqda bo'lishimiz kerak. Falonchichi, pistonchichi, ularga ham xuddi shu gaplar. O'zimizni tuzataylik. Mana Makka mukarramaga, hajga, umraga borgan kishilar. Muazzin takbir iqomat aytayotgan vaqtda qad qomatis solat deganda bir tekis jamoat tuziladi, saf. Nega? Hamma o'zini tuzatgani uchun. Safda turadida, hamma oyog'ini tagiga qarab, bir-birini oyog'ini to'g'rilashni boshlaydi. Butun tepadan qaraydigan bo'lsangiz, tekis bir holat saflarni butunligi yuzaga keladi. Nimagan shu desa, hamma o'zini tuzatganiga. Men o'zimni tuzatay shuning uchun. Qolganlar ham o'zini tuzatsa isloh bo'ladi. Men o'zimni tuzatmasam, sizlar ham o'zingizlarni tuzatmasanglar, suhbatimizdan ta'sir bo'lmaydi. Demakki, saflarimizni tekis bo'lishligi uchun hamma o'zini o'zi tuzatishligi kerak ekan.